Salom hammaga do'stlar, qalasizlar, yaxshimisizlar? Xullas biz hozir ukam bilan bir kunlik kunimizni ko'rsataman, bir kunlik bo'lib qolishimiz ham Opa. Ha, nima bo'ldi yana? Men sizni videosida qatnashmoqchiman. Mumkinmi? Albatta. O'zim bilan bugun video olmoqchi edim. Ketdik. Rostdanmi? Ura, ketdik. Yur, meni uyimga mehmon qilaman seni. Bo'p ketdik. Rahmat. Men sizga sog'am bordi. Mana shuni polizimga tegma. Nimaga siz polizga qarab qo'ysam ham mumkin emas. Ke, o'tir. Yo'q, men unga shu tuxulay. Yo'q, mana shu o'tir. O'tir. Bo'pti. O'tira qol. Ishingni yopish kerak mayli, tursan. Короче, ishni nima qilyapsan? Просто bitta narsaga qaruvdim, bo'ldi. Qarama. Emasmi endi? Qarama. Tushunding? Yur tepaga o'tirib, to'rtla yeb o'tiramiz. O qorni o'zi ochmasdi. Unaqa demaymiz. Просто o'tiraylik, toza havoga qarab. Nimalar qilyapsan? Kitob o'qiyapsan? Ha. Bo'pti. Shunaqa degan. Yaxshi. Kunlar isib ketyapti-ya. Sizga ishingiz yo'qmi? Qilish yordam bera olaman. Ha, bor edi, polis tozalashim kerak edi. Ketdi. Unaqada. Men buyuruvdi-da. Mermi? Va o'sha menimcha ko'p ishlar ishlatyapti bizdan. To'g'rimi? Ana jitil bor, o'shalarni biz yo'q qilayotganmizmi? O'shanga bizga qara deb basamga teyapti-da. Xo'p, endi nima qilamiz? Yur, ketdi. Ketdimi? Bunaqa narsang bormi? Yo'q. Yur unda, yur uyingga, balkim bordir. Ketdi unaqada. Bu Usmonni uyi bo'ladi, tanishib olinglar, mana shunaqa zinali. Hali u jonli-ding. Bunda meri uyini ham shunaqa zinali qilishgan, ili Fotimani ham uyini shunaqa qilishgan. Davay ketdi. Mana bu meni xonam. Bu uni xonasi, bu yerda esa narsa saqlaydi. Xo'sh, qarish hali hamma joy to'lgan emas. Aytga buyurmaysizlar. Bu yerni magazin qilmoqchi, shuning uchun kelaverasizlar. Bemalol. Da. Menda yo'q. Mana bunaqa. Sizga menga olmosmi, paromosmi berib turing. Bo'ldi, yur uyimga. Men daraxt chopaman. Yo'q, uyga kel. Rostdanmi? Mana ketdi. Xo'p. Opa, sizga bitta savolim bor-da. Siz olmoslar qayerdan topasiz? Nima ishing bor? Men prostachi meri menga polis ishla deydi-yu. O'shanda polis ishla deganda men уже yarmini beraman-da. Yarmini o'zimga qoldirib, keyin olmos qilib olaman. Mana qarab, bu yerda qancha olmoslarim bor. Mana senga 4 ta olmos yetsa kerak. 2 ta olmasam yetaveradi, mayli beraver. Endi o'zingga kam kostingni ishlatasan deb ekan. Bo'pti, mana boy bo'lib ketganmiz siz. Bu yerda ishi bor, chunki oldin singlim kirurganini shotga yashirin ish qilib qo'yganman. Keyingi videoda ko'rsataman. Usmon mashlarni ham olib qo'y, xo'pmi? Nima qilding? Siz qoldingiz, albatta, yo'q, Allah shunoq. Voy, men nima qildim, voy? Siz hamma narsa qildingiz. Bo'ldi, ketdi. Eshikni ochib bersulasizmi? Yur, aytgancha menda anaqa bor edi, taxta bor edi. Rostdan? Ha, mana. Bu yerda emas. Mana bitta edi. Ha, mana. Bor, 2 ta. Hozir to'xta, o'zim yasab beraman, xo'pmi? Hop. Mana 4 ta. 4 ta? Berim. Mana o'sha teshib chiqsin. Xo'sh, yaramas. Hazil. Bo'pti, men ketmang. Yasadim, bam, ketdim. Ketdimi? Ketdi. Hamma joylarni anaqa tozalash kerak, davay ketdi. Men sizni topalingizni yaxshiman, hamma. Nima deding? Menikini tozalama. Voy. Tozalama dedim, chiq, o'zi kam. Chiq, o'zi kamda, yana tozalaymanmi? Chiq. Hop, tez chiqsinglar. Nima deding? Bor o'zingga boshqasini topib o'zing tozala. Menikini tozalaysan. Tozalashgina ham tortishasiz. Ha, tortishaman. Voy, mana jo'jachani qaranglar. Bu tovuqcha. Mayli.
ukam naryoqda ishlayapti, men bu yoqda ishlayman. Okey. Let's go. Masjidga merga aytdim, masjidni tozalab qo'y dedim, tozalay bermadi-da. Endi meni ayb kutmasa bo'ldi. Qaranglar, hozir darajam umuman yo'q. Ishqilib bitta bo'lsa ham videoda daraja yig'sam bo'ldi-da. Keyingi video butunlay daraja ko'p qilamiz. Kerak emas. Bu polizni man qilib bo'lganim uchun ukam narigi polizni qilib bo'lsa kerak. Уже pauza qilgim kelyapti, chunki sizlarni vaqtinglarni ko'p olgim kelmaydi. Tak. Xo'sh, qachon bo'larkan mana? Uzr sekin bo'lib qolgan bo'lsa, 2x qilib o'tkazib yuborishinglar mumkin. O'zi mumkin ham. Hassiga pulinglarni bog'lab yo'q. Da. Короче, endi 2x qilaymi deyman-da. Xabar kelib qoldi, xafa bo'lmaysizlar. Zaryadkam 10% qoldi. Telefonda video olamiz, lekin siz obuna ko'p bo'lsanglar, biz kanalimizni sotamiz degan ko'p pul ishlaymiz. Ko'p kanalimizni sotamiz degani nima edi? Shu kanalga biz boshqa video kompyuter olamiz va kompyuterda o'shani yasaymiz. Nima deydi? Kompyuterdan video olamiz. Uning uchun ikkita anaqa. Opam menga o'rgatadilar. Chunki men bilaman. Lox degan bitta kompaniya bor ekan telefonda. O'shandan bizni 700 mingga kompyuter bor ekan. Ikkita 700 minglik kompyuter olsak, u ishlatirilganda endi 700 mingga ikkita dona kompyuter olsak, 1 million 400 bo'ladi. O'shanda kompyuterdan ham video olamiz. O'shanda mana shunaqa xabar, g'alatiroq narsalar chiqmaydi. Xo'sh, bu qanaqadir narsa qo'yib qo'yganmiz, bizni stop qilib, shuncha narsalarni qilib bo'ldi. Mana ukam ham уже tugatib qoldi. Hamma polizlarni, короче, biz qilib bo'ldik. Men bo'ldim, men gapirdim, men xafa bo'ldim sizdan. Nega? Nima qildim? Chunki sizlar menga bizga 10 tagini obunachini ham tashlab bera olmadinglar. Insofsiz odam ekansizlar. Mayli ukam, ko'payib ketadi hali. Ko'ramiz. Tagini obunachi yosh men orzuyim. Ba'zida 10 mingta, 20 ming. Bo'ldi, ketdi mera oldiga. Ketdi yomon edarkan shu mera. Yes, mamamda go'sht bor ekan. Yo'qgan go'shtmi yoki kutisga tiqib qo'ygan go'shtmi? Yer ko'timga tiqdim-da o'shanga. Men olsang. Mana qanaqa narsa kerakmi senga? Nima? Men kerak emas ukam. Bo'pti, taqalatamiz. Ishing yo'q, taqalatadi oldin. To'xta, bu uymas ekan, bu. Bu Fotimani uyatgancha, uzr. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, mera kutini qiz. Короче, bitta joyda turgan. Короче, mer bizani sohillarni qilib keluvdik, sohilmish, nima polizlarni. Sab qo'yon. Shunaqa savamman. Xo'sh, bo'ldi, bo'ldim men уже. Anaqa, men dorim kelganmidi? Ha, doring kelgan bo'lsa ol. Hop, olamiz. Qochibdi-da. Xo'sh, mana dori bor ekan, Xudoga shukr. Ovurim. Gapirmadi, nima qilamiz? Bo'pti, yaxshi qoling. Zo'r baqirsimlar men, opa, hozirga baqirishim o'rgaman. Meni qornim ochib ketdi. Yur sen uyingga. Bo'pti, men sizni mehmon qilaman, yuring. Kettu. Mashina o'tirib qolaylik. Aytgancha men dorimni ichishim kerak. Uyga borib dorimni ham ichib olaman. Shu yerda ham ichsa bo'lardi-yu, bu yerda ichib olman. Suving bormi? Suvim yo'q ekan. Suv bilan ichadi bu dorini o'shanga. Aytdim. Rostam magazinga suv, nonlarni ko'paytirib qo'ysan. Ukam yaqinda magazin ochayotganiga shunaqa narsalarni ko'paytirib ol. Menga 6 ta berib yuborsan, men olmay yemayman, joyiga qo'yib qo'yaman. Ops. Qochib tur. Bo'ldi, bo'ldim. Qo'ymagan bo'lganingizda shapalakdan yerdi. 5% zaryadkam qoldi. Ke. Bo'pti, men uyimga ketdim. Qo'yim ham ko'payib ketdi. Jiddiy meni polizimga tegmalaring.
qarang, ukamni kuzatib yubordim, bo'ldi. O'sha ekan anaqa o'syapti, yaxshi. Boy ukam ko'tiga tiqib qo'ygan joyi hali ham o'smabdi. Yaxshi. Xo'sh, endi dorini ichamiz. Xo'sh, dorim qanikin? Jonimni ko'paytirib olamiz. Endi suv kerak menga. Suvim bormi ekan? Yo'q, menda sut bor ekan. Yo'q, mayli, suv olamiz. Mana suv va mana bo'ldi, Xudoga shukr. Hisob qo'yamiz. Va shu bilan video menimcha tugadi, do'stlar. Ozgina bo'lsa ham daraja yig'ma, почти 1 desa ham bo'ladi. Shunaqa issiq havo ham vashi zo'r ketyapti. Cho'milib kelamizmi deyman-da ertaga mening ham ukam bilan. O'zi biz avval konstavar qilib olishimiz kerak. Qilamiz ularni ham, xudo xohlasa. Davay, bo'ldi, Usmon, davay chiq, videoni tugataman, chiq. Men hozir sizni kuzatishga ko'rindim, lekin opam sezmadi, chunki opam ko'rdi. Ukam, anaqa nimada uyingga jidilla kirib ketyapti. Hammasini o'ldiring. Chiqib ket, bo'ldi. Mayli, baribir unda qasimni olaman. Xo'sh, bo'ldi. Usmon, davay, tugatamiz. Xullas, obunachilar, hammaga paka. Chunki biz videolarni tugatib bo'ldik. Keyingi video chiqishi uchun albatta like bosib qolishni unutmanglar. Va sizlar bilan Soliha va Usmon bo'ldi. Hammaga paka.